Va in ta'uddu ni'matalloh la tuhsuha. Allohning ne'matini sanasak sanog'iga yeta olmaymiz. Allohning ne'matini sanasak sanog'iga yeta olmaymiz. O'rningizdan turdingiz. Ertaman o'rningizdan shunday ko'zingizni ochdingiz. Ko'zingizni ochganingizda alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana va ilayhin nushur. Ey Alloh, senga hamd bo'lsin, o'lgandan keyin menga ruhni berding, qaytadan tirildim. Ko'zim ko'ryapti, mana bunda qara, ko'ryapti ko'zim. Shukr, Alloh ko'z ne'matiga shukr dedikmi? Bir marta aytdikmi ko'z ne'matiga shukr alohida. Shunday turdikda o'rnimizdan bunday qo'limizni qimirlatsak, qo'limiz ishlayapti, oyog'imiz ishlayapti. Ya Alloh, qo'l, oyoq ne'matiga shukr. İşleyapti qo'lim, oyog'im, hamma a'zoim ishlayapti. Shukr senga. Mana bugun sog' salomat meni turg'izding. Shukr dedikmi? Robbi auzini an ashkura ni'mataka allati an'amta alay. Menga bergan ne'matingga shukr qilishni o'zing ilhomlantir dedikmi? Qancha odamlar bor. Qancha odamlar bor. Ularga 4 etajlik uying, va jip mashinalaring, ya katta soniga yetolmaydigan pullar, chiroyli qasrlar kerak emas. Aytadi, ikkita ko'zim ko'rmayapti. Shu ikkita ko'zimni bersa, butun uyimni ham berardi, mashinamni ham berardim, bitta o'tovda yashasam ham roziman deydi. Bir insonlar bor, qo'l oyog'i ishlamay yotibdi. Qo'li ham ko'tarilmaydi, oyog'i ham. Shular arzu qiladi. Butun dunyoyimni olsam, qo'lim bilan oyog'im ishlab birovga muhtoj bo'lmasam bo'ldi edi deydi. Siz bilan biz yugurib yuribmiz. U ne'matni biz qadriga yetayotganimiz yo'q. Biron marta biz shunga shukr qilib, qo'l ne'matiga shukr, oyoq ne'matiga shukr dedikmi? Biz hozir bir narsalar mana devorga chiqarib beramiz. Shu narsalarni ko'rganimizdan keyin biz o'zimizni aytamizki, qana banda ekanmiz, biz Allohning oldida nima deymiz deb o'ylanib qolamiz. Hozir qo'yib berganimizdan keyin aytamizki, Allohning oldida biz qana banda bo'ldik. Nima deb javob beramiz? Bu ne'matlarga, shunaqa ne'matlarga qana qilib javob beramiz deb o'ylanasiz. Ikkita qo'l yo'q. Eng kerak ne'matlarning biri qo'l. Mana qo'l yo'q odamni ikkita oyoq bilan tahorat qilyapti mana. Yuzlarini hammasini nima qilyapti? Oyog'i bilan yuvayapti. Boshqa o'tkazing, shuni qaytadan qo'ying. Bizlar qo'l ne'matiga shukr qildingizmi deb yuqorida so'raydi. Hayotda bir marta ey Alloh, menga shunday qo'l berdi. Qancha odamlarning qo'li yo'q. Shu qo'l bilan boshqalardan meni afzal qilding. Senga shukr. Meni boyitib qo'yding deb shuni shukrni ado qilganimizni eslab ko'ringchi mana. Hamma narsani, tahoratni mana burniga oyog'i bilan suv olyapti. Yuzini oyog'i bilan yuvayapti. Demak, masjidni oyog'i bilan qilyapti. Quloqlariga masjid tortyapti. Hech narsam yo'q, kambag'almiz. Dunyodan noliymiz. Lekin Allohning bergan bunaqa qimmat qo'l ne'matiga hayotimizda, umrimizda shukrni ado qilmaymiz. Mana endi keyingi nimamizga o'tamiz. Oyoq ne'matiga qarang. Oyoq ne'matini o'ylab ko'ring. Mana oyog'i yo'q inson. Oyog'i yo'q, ikkala oyog'i yo'q, masjiddan chiqib ketdi. Oyoq ne'matini ko'ring. Yana bu Qur'ondan ta'lim beryapti. Qur'ondan dars o'tyapti. To'xtatingda. Keyingi nimalarimizga bu yoqqa bir mikrofon kerak bo'ladi. Ovozini chiqarishimiz kerak-da. Mana mikrofonni qo'yib qo'ying, ovozini ham eshitishyapti. Demak, oyog'i yo'q odamni to'xtatib turing. Bizlar nima dedik?
Oyoq ne'matiga shukr qildingizmi dedik. Ko'ring, hayotdan ibrat oling. Nima uchun Alloh taolo shunday insonlarni yaratib qo'ydi? Siz bilan biza shundan ibrat olish uchun yaratdi. Nima uchun Alloh taolo ularni kam yaratdi? Bitta donasi o'zi ibratga yetadi. Bitta donasi ibratga yetadi bizga. Hammamizni Alloh taolo majruh qilib yaratishga qodir edimi? Qodir edi. Hammamizni oyoqsiz yaratishga qodir edimi? Qodir edi. Hammamizni qo'lsiz yaratishga qodir edimi? Alloh taolo qodir edi. Lekin ichimizdan bir ikki odamlarni shunday qilib qo'ydiki, siz bilan biz ko'zimizni ochaylik, ko'raylik buni degan narsani olib keldi. Qo'lni aytdik, oyoqni aytdik. Ko'z, quloq, og'iz, til ne'matiga shukr qildikmi? Bir insonni hozir keyingi kelasi nimamizda ko'ramiz. Bir insonning na tili yo'q, gapirmaydi, na qulog'i eshitmaydi, na ko'zi ko'rmaydi, faqat ushlab barmoqlar bilan ushlab turib gapingizni tushunadi, ushlab turib barmoqlar bilan. Hech narsani bilmaydi. Lekin shu odam da'vat qilyapti, haligi odam qo'li yo'q, ko'zi yo'q, haligi odam nima qilyapti? Ko'zi yo'q, tili yo'q, qulog'i yo'q odam. Bir kuni deydi, shayx aytadi, to'xtatib turing. Mana bir kuni deydi, shayx aytayapti, bir kuni deydi, Bomdodga masjidga kelsan deydi, Bomdoddan bir kun yig'lab o'tiribdi haligi odam deydi. Nimaga yig'layapsan desam deydi, shu odamni aytayapti haligi. Eshitmaydi, ko'rmaydi, gapirmaydi. Men kecha Bomdod namoziga uxlab qopman. Bomdod namoziga jamoatga kela olmay qopman, shunga yig'layapman deyapti. Ko'z ko'rmagan bilan qalb bizga o'xshab ko'r emas ekanda. Bizning qalblarimiz ko'r bo'lgan ekan. Bizning uni qo'ying. Buni da'vatini aytib beraman. Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah va ala alihi va sahbihi ajma'in. Men sizlarni ko'rib juda xursand bo'ldim deydi. Allohga shukr deyapti. Meni yuragim juda ham qisiladi, yuragim juda qisiladi, chunki men Qur'onni ko'rmayman deydi. Qur'onni o'qiy olmayman men deydi. Qur'on ko'rmayman men. Shundan Allohning kalomini o'qiy olmaganimdan yuraklarim qisiladi. Arzu qilaman, umidimni hammasi ko'zim ochilsa-yu Allohning kalomini ikki ko'zim bilan o'zim ko'rsam deydi. Sizlarda bu ne'mat bor. Ko'z ne'mati bo'la turib nima uchun Qur'on o'qimaysizlar deyapti. Ko'z ne'mati bo'la turib sizlarda nima uchun Allohning kalomini o'qimaysizlar? Sizlar hayotingizda bir marta shukr qildinglarmi ko'z ne'mati uchun deydi. Bir marta nadomat chekib ko'rdingmi? Qur'onni o'qimay o'tgan kuningga, bir kun Qur'on o'qimay o'tgan kunga nadomat qilib ko'rdingmi deyapti. Qarang. To'xtang. Ko'rdingizmi? Bir hayotimizda bir marta bo'lsa ham kunimiz Qur'on o'qimay o'tgan kunimizga ko'zimizdan yosh chiqdimi? Ko'z ne'matini berib qo'ydi. Bu odam aytayapti, men hayotim bo'yi umid qilaman. Umidim shu ko'zim ko'rinsa-yu Allohning kalomini o'z ko'zim bilan eshitsam, o'qisam deyman. O'z quloqim bilan eshitsam deyman deydi. Bir shayx kirib, bir shayx masjidda imom bo'lgan vaqtida bir odam oldima keldi deydi. "Ey shayx" debdi. "Ha" desa, "Bütün ümidim, arzuyum nima bilasizmi?" degan ekan. Deganda, "Nimadir bütün umiding, arzuying nima?" degan ekan. "Sizni masjidda o'qiyotgan Qur'on ovozini, Allohning kalomini quloqim bilan eshitsam deb arzu qilaman, men eshitmayman" degan ekan. Eshitmaslik, Allohning kalomini eshitmaslik, Allohning kalomini o'qiy olmaslik. Bu keyingi navbatda mana bunimiz esa bu tug'ma, invalid tug'ilgan. Tug'ma hech qayeri qimirlamaydi. Qarang, bo'ynini teshib o'tkazib qo'ygan. Nafas bo'ynining teshikdan oladi. Bütün mana shuna bir mashaqqatli hayotda qo'yib qo'ying. Mashaqqatli hayot. Shukr aytib, Alloh taologa shukr aytib, hayotidan rizo bo'lib yashayapti bu odam. Bilasizmi nima qiladi? Hech qayeri qimirlamaydi ekan. Faqat barmoqlari qimirlar ekan. Faqat barmoqlari qimirlar ekan.
Faqat barmoqlari bilan internetda o'tirib odamlarni dinga da'vat qilar ekan. Qo'lida ming odam islomni qabul qildi. Qo'lida ming odam islom qabul qildi. Men kasalman, jamoatga chiqmay qo'yamiz, boshimiz og'risa. İçimiz ağrısa jamoatga chiqmay qo'yamiz. Sal bir joyimiz og'rib qolsa, hamma narsani yig'ishtiramiz. Bu insonni hayotda Allohning bergan dardini qarang. Shukr bilan 12 soat bir kunda da'vatda o'tiraman deydi. 12 soat da'vatda o'tiraman deydi. Buni yoniga borgan katta shayx butun yer yuzida da'vat qilib yurgan odam borib ziyorat qildi haligi. Ziyorat qilib turib haligindan ajablanyapti. Sen biz uchun ibratsan. Biz hech narsa da'vat qila olmayapmiz. Ibrohim, sen shunaqa holatingda sen da'vat qilyapsan deydi. Qancha odamlar islomni qabullab, qancha odamlar harom sotadigan do'konlarini, fohisha xonalarini mana shuning bilan yopib ketgan. Katta fohisha xonalar ochilgan joylarga kirdim deydi, internet bilan deydi. Kirib, Allah bergan jasadni haromga sarflab quvonyapsan, meni ko'r deb o'zimni internetda ko'rsatdim haligiga. Ko'rsatgandan keyin haligilar meni ko'rgandan keyin men tavba qildim deb shu joylarni yopishdi deydi. Qarang, qanchalik insonning emas. Hayotimizda ne'matlar sanoqsiz desak tasavvur qila olmayapmiz. Ko'ring, keyin bilasiz qanaqa ne'matlar ekan. Sanoqsiz ne'matlar. Keyingisiga sekin o'tkazing. To'xtatib turing. Bu kishi Mag'ribdan 1000 kilometrni bosib kelib, bu odam asob kasaliga chalingan, nariga o'tirgan yigit. Invalid, yaroqsiz. Bizcha aytganda bunday insonlar jamiyatga hojati ham yo'q, manfaati ham yo'q inson hisoblanadi. Invalid, yaroqsiz bir inson. Uning butun a'zolari, ya'ni nervlar tortishib qolgan. Nervlar tortib qolgan. Hech bir qayerga nima qilmaydi. Gapirganda hayot, gapirishni o'zi bunga bir mashaqqat. Lekin shu yigit 30 pora Qur'onni kamil yodlagan. 30 pora Qur'onni invalid kishi boshidan oyog'igacha kamil yodlagan. Qur'onning har bir surasi bir narsa aytsangiz, qayerda kelganini oyat raqamigacha aytib beradi. Qo'ying, ovozini qo'ying shuni. Otini aytolmayapti. Habib. Buni imtihon qilib o'tirgan odamlar ham qo'yib qo'ying. Imtihon qilib o'tirgan odamlar ham buni nimasidan keyin o'qigan qiroatlaridan, buni rejissorlar olib turgan kamerachilar ham chidayolmay yig'lab oldi deydi. Odamlar ham, zaldagilar ham chidayolmay qoldi deydi. Tirik, hamma joyimiz, jasadimiz butun yuribmiz, lekin ha desa men yodlayolmayman. Meni zehnim yo'q. Meni yoshim o'tib qoldi deymiz. Qarang, invalid, hech narsaga yaroqsiz insonlarni Qur'onni kamil yodlaganlarni qarang.
To'xtating. Bu boshqa bo'lak odam. 5 yoshigachayin o'rnidan qimirlamagan, hech qayerga qimirlamagan. 5 yoshigachayin 5 marta operatsiya bo'lgan. 5 marta operatsiya qilgan. 5 yoshda ham tili chiqgan emas. Onasi buni oldiga Qur'oni Karim 30-juzi amma parasini qo'ygan. Juzi ammani eshitib, ammani shundan Qur'on bilan tili gapira boshlagan. Gapirganda ham hali bu ham invalid ko'ryapsiz. Qur'onni gapira boshlagan. Shundan bir ustozga olib borgan onasi, qarang. Farzand, biz aytamiz, sendan chiqmaydi Qur'onni yodlash, sen to'nkasan deymiz, sen palandaqasan deymiz, sen de invaliddan umidini uzmagan ona. Mana bular haqiqiy onalar. Bolasini olib borib ustozga olib borib turib, mana shu bolam qari bo'lish kerak, aniq bo'ladi deganda qarang, ishonishni qarang. Ustozi ham gapiradi hozir. Aniq qari bo'ladi bu bola deganda ustozi aytadi, birinchi o'qitgan vaqtimda men umidimni uzdim deydi, bu bola qari bo'lishligini deydi. 30 pora Qur'onni to'liq yodladi deydi. 30 pora Qur'onni yodlagan. Qo'ying. Qarang, qiynalishni qarang. Tahani o'qiyapti. Mana ustozi boshlagan hayotini gapirib beryapti. Bu bolalarni boshlagan vaqtimda bundan umidimni uzgan edim deydi, lekin 30 pora Qur'onni to'liq mukammal oxirigacha yodlab chiqdi deydi. Keyingi nimaga o'tkazib to'xtatinglar. Demak, bu hozir shularni ko'rgandan keyin ham agar biz o'zimiz Qur'onga harakat qilmasak, o'zimiz bolalarimizni qari bo'lishligiga harakat qilmaydigan bo'lsak, unda bizdagi qalbmas o'rniga tosh bitgan bo'ladi. Bu qalbmas, bu o'rniga toshlar bitgan. Buni ko'rgandan keyin men o'zimga kela olmadim. Farzandlarimizni Allohning oldida nima deb javob berar ekanmiz deydi. Ular invalid, yaroqsiz insonlarni ham qari qilib chiqargan onalar bo'lsa, otalar bo'lsa, biz shunda o'qisang qari bo'ladigan bolalarni xo'r qilib ko'chalarda yurgizganimizga qiyomatda nima deb javob beramiz qiyomatda? Hech narsaga yaroqsiz. Keyingi lavhamizda umuman jinnini jamiyatda o'rni bormi? Jinnini jamiyatda o'rni bormi jamiyatda? Jinni. Umuman jinni hech narsani bilmaydigan jinni bolani onasi umidini uzmaganda shu jinnini Qur'on yodlataman. Jinni bo'lsa Qur'on bilan bo'lsin shu jinni deganda. Ko'chada jinnilar so'kinib yuradi. Anaga tosh atib, managa tosh. Buni onasi bu jinni endi zehniy, ya'ni aqliy jinni. Doktorlar shuna endi buni degan faqat Qur'on o'rgataman bunga deb 30 pora Qur'onni yodlatgan jinniga. Qur'ondan boshqa narsa tanimaydi. Qur'ondan boshqa narsa tanimaydi. Lekin qaysi surani aytadigan bo'lsangiz, aytgan joyingizdan davom ettirib ketadi. Tepasini o'qi desangiz, tepasini o'qiydi. Qaysi sura qanchanchi raqamda turibdi? O'qigan oyatda qanchanchi raqam, qaysi surada kelgan, qanchanchi betida turibdi shu Qur'onni, shu betigacha aytib beradi. Alhamdulillah qancha oyati bor, qanchanchi betida turibdi desa aytib bera olmaysiz oyatini. Bu har bir oyatgacha aytib beradi. Qarang, tamomiy jinni o'zi. Qo'ying, Qur'ondan boshqa narsa tanimaydi. وأسأله عن رقم الآية وأسأله عن السورة التي
Bilmaydi. Sherzad deb banda aytibdi. O'z oldiga gapirib yotdi. Bu jinni o'zi. Lekin qarang endi imtihon qilyapti. To'xtat. Ko'rdingizmi? Umuman jamiyatda inson deb hisoblamaymiz biz. Buni bo'lsa Qur'onni shu jinniga ham ana vaqtini ajratib Qur'onni o'rgan. Bugundan boshlab farzandlarimizni endi qaraylik. Xoh u invalid bo'ladi, xoh yaroqsiz bo'ladi, xoh jinni bo'ladi, xoh boshqa bo'ladi. Qur'onni o'rgataylik mana. Bularni mana shu ne'matlarga shukr qilaylik. Qo'lni ko'rsatdik, oyoqni ko'rsatdik, ko'zni ko'rsatdik, tilni ko'rsatdik, quloqni ko'rsatdik, jinnini ko'rsatdik va invalidlarni ko'rsatdik. Endi oxiri mana o'zimizni Qozog'istondagi invalidning namoz o'qishligi, uning keyin aytgan niyati, orzusini aytamiz hozir. Qo'ying, oxirgisi. Hech qayerga ishlamaydi. Bu ham nervlar tartilib qolgan. Namoz o'qiydi, ko'rdingizmi? Shunaqa dard bilan bo'lsa-da meni maqsadim jannatga kiruv deydi. Qarang. Meni maqsadim jannatga kiruv. Qarang, qo'lini qarang, tahorat qildiryapti.
Qarang, Qur'onni o'qishni qarang. Ağzı bilan açıp okuydu Kur'an'ını. Eşittiniz mi gapini? Bütün ömür mana shunday invalid bo'lib, mana shunday o'tasan, jannatga kirasan desa, bütün ömür shunga roziman deydi. Bütün ömür mana shunday o'tsam roziman, jannatga kirsam menga bo'ldi deyapti. Qarang. Bu bazı nimetler bizga berilgan, biz uni qadriga yetolmayotgan ne'matlar. Kimlardan shu ne'matlar olib qo'yildi, lekin shuni qadriga ular yetayotgan odamlarni ko'rdik. Jinni Qur'onni yodlasa, invalid oyog'i yo'q, 5 vaqt namozda bo'lsa, maliginday yurishga yaroqsiz odam Qur'on o'qib, bütün Allohning taqdiriga roziman, shu bilan men jannatga kirsam, umr bo'yi shunga roziman deb o'tirsin. Biz aytdik yuqorida shu ne'matlarni ko'rganimizda Robbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alay. Ey Alloh, menga bergan ne'matlaringni shukrini ado etishni o'zing menga ilhomlantirchi. Shu ne'matlarni shukrini ado etishni menga nasib qilchi. Men shu shukrini ado etmayapman ekan shu ne'matlarni. Buni qo'yishimiz sabab nima? Sabab shularni oldida o'zimizni xosatan o'zimizni haqir sanaysiz. O'zingizni haqir sanaysiz. Bir jinnicha bo'lamadiki 30 pora Qur'on yodlasak. Bir invalidcha bo'lamadiki 30 pora Qur'onni yodlasak. Bir oyog'i yo'q odamday bo'lamadiki masjidlardan qolmasdan namoz o'qisak. Biz hiç qayerga ishlamaydigan insonday bo'lamadik, 12 soatlab Allohning yo'lida da'vat qilsa, minglagan odamlar uni qo'liga uyda o'tirib 1000 odamni da'vat qilyapti. Bizning meyda masjidida 500 odam zo'rga keldi. 1000 odamni da'vat qilib o'tirgan bo'lsa. 1000 odamni da'vat qilib o'tiribdi. 500 odamga da'vat qilib qo'ysak, hammasini qilib qo'yganday o'zimiz his qilamiz. Qarang, hech narsa yaratdi. Qo'li, Alloh taolo qo'lni ishlatib qo'ydi bu. Qo'l bilan ish, barmoqlar ishlayapti. Qilyapti. Robbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alay. Ey Alloh, sen menga bergan ne'matingni shukrini ado etishni o'zing in'omlantir menga. Va ala validay, va ota-onamga bergan ne'matingni shukrini ado etishlikni o'zing menga in'omlantirgin. Va an a'mala solihan tardahu. Shu ne'matlardan keyin berilgan ne'mat solih, sen rozi bo'ladigan solih amallar qilishlikka